Alo. pul topib kelmasangiz bo'lmaydi. Bolamizni ahvoli yomonlashyapti. Ha, so'ramagan odamim qolmadi. Dadasi, xafa bo'lmang-ku. Shu ustalarni pulini bekor bermadingiz. Hozir payt emas. Bo'pti, keyin gaplashamiz. Assalomu alaykum, aka, kimsiz? Sog'ligingiz yaxshi. Aka, ozgina puldan yordam qila olasizmi? Bolam kasal edi, dorisiga pul kerak edi, aka, iltimos. Bo'ldi. Hop, aka. Hozir beraman. Buni ish pul bilan bitmaydi, yur. To'xtab tur, Yurgan. Aka, hozir beraman. Alo. Assalomu alaykum. Ustamisizlar? Ha, aka. Hamma emash kasal. Nima deganingiz bu? Sani gapingga ishonib, usta tushirgan edim. O'xshata olmadi. Qanoti bordi. Aka, usta tanlayotganda yo narxiga, shundoq gap so'ziga ishonib beravermaydi ishni. Hamma ishda o'zini qonun qoidasi bo'ladi. O'shanga qarab ishlasa, hech qanaqa xatolik bo'lmasdi, aka. Endi men nima qilaman? Aka, ishingizni o'zimiz bitirib beramiz, xolos.